Dugonalari bilan kechki ovqatga bormoqchi bo'lgan qiz 2 kun oldin yangi kiyim mojarosini boshladi. Erkalik bilan ota-onasini noqulay ahvolga solar, ko'ngliga ozor beradigan, g'ururini sindiradigan so'zlarni gapirardi. Ota-onasining qo'li kaltaligini yuziga solayotgan qiz ularni chorasizlik tufayli nadomatga qo'yayotganini mulohaza qilmas, shartakaligini qo'ymasdi. Dugonalarim bir marta kiygan libosini hech qachon qaytib kiymaydi. Men bo'lsam yalinib, yolvorib sizlarga bittagina yangi ko'ylak oldira olmayman, derdi. Otasi mung'ayibgina chorasizligini anglatarkan, qiz unga parvo ham qilmasdi. Eski-tuski narsalarni olib sotish bilan shug'ullanib ro'zg'orini amal-taqal o'tkazayotgan betob ota qishning sovuq kunlarida ishi biroz yurishmayotgandan taraddudlanardi. Sizdan uyalaman, dada, dedi qiz otasiga tik qarab. Qo'li kalta betob otaning tissalari qaltiradi, ko'z yoshlari qalbiga oqdi. Kechki taomni jimgina yedilar. Oqshom oila boshi qiz kiymoqchi bo'lgan kiyimning narxini onadan so'radi. Yuragi achishib og'riyotgan ota pulni qanday bo'lmasin topib qiziga tutkazishni o'ylardi. Ertasi kuni ota ertalab qovog'idan qor yog'ayotgan qizning qo'liga 250 lira berdi. Pulni ko'rib qizning chehrasi yorishdi. Tongda savdo markaziga otlandi. Ko'z ostiga olib qo'ygan yangi ko'ylakni xarid qildi. Yangi kiyimning zavqi rutubatli havoda qizning ruhiga iliqlik baxsh etdi. Baxtdan sarmast, go'yoki uchib qo'nib kechki ovqatga bordi. Uyga qaytib ham otasining dardi bilan parvo qilmay telefonga yopishib kechki ovqatning muhokamasini qilish uchun dugonalari bilan gap sotishga tushib ketdi. Lekin kundan kunga otasining yo'tali bosilmay, isitmasi tushmayotganiga ahamiyat bermadi. Xayolida yangi ko'ylagi va bu kiyimda kechki ovqatga malikalardek hammaning e'tiborida bo'lganligi jonlanardi xolos. Onasi yo'qsillik sababli erining hatto kasalxonaga olib borolmayotganda o'ksinib, ko'z o'ngida umr shami so'nib borayotgan juftiga chorasiz termulardi. Bir necha kundan keyin otaning uzoq davom etgan yo'tali tongga yaqin to'xtadi. Peshinga yaqin yog'ich otasini yuvib tarab kafanlash uchun olib kelib ketar ekan, qiz hanuz otasining o'limiga ishongisi kelmasdi. Qo'ni-qo'shnilar masjid ayvonida o'zaro shivirlab, qiz istagan kiyimni olib berish uchun ust-boshini sotib qishning sovug'ida kasali battar xuruj qilib sho'rlikni deganini eshitganda befoyda pushaymonlik otashida qovurilgani bilan endi kech edi. Endi hech qanday kiyim erka tanti qizni ota mehriday istolmasligini anglab yetdi-yu, ammo kechikdi.